Yunusobodda yangi tuzoq, bir xato 4 million so'm jarima. Toshkent haydovchilari diqqatiga. Yunusobod tumanidagi 3-Niyozbek yo'li avtomagistralida bir tomonlama harakat rasman joriy qilindi. Eng muhim o'zgarish, endi ko'pchilik odatlangan yo'nalish bo'yicha asosiy yo'lga to'g'ridan-to'g'ri chiqish taqiqlangan. Kirish qismiga maxsus yo'l belgisi o'rnatilgan, lekin hali hech kim bunga e'tibor bermayapti. Eng qiziq joyi, hududda yo'l patrul xizmati xodimlari allaqachon navbatchilikni boshlagan. Ya'ni xato qilib yuborsangiz, ogohlantirish emas, to'g'ridan-to'g'ri protokol yoziladi. Qoidani buzgan haydovchilar uchun 4 million so'm jarima. Birgina noto'g'ri burilish va shuncha puldan ayrilasiz. Yana bir muammo, ko'pchilik navigatsiya orqali yuradi, lekin xaritalar hali yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada navigatsiya sizni taqiqlagan yo'lga olib kiradi. Ko'pchilik eski odat bo'yicha yurib, o'zi sezmagan holda qoidani buzmoqda va joyida jarimaga tushmoqda. Ushbu xabarni ruldagi tanishingizga yuborib qo'ying. Balki kimnidir 4 million so'm zarardan saqlab qolasiz. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.